Assalomu alaykum aziz obunachilar va meni kuzatib borayotganlar. Kirib kelgan ro'za Ramazon oyi barchamizga muborak bo'lsin. Bir hikoya. Kitob sevar bir yigit. Raflari to'la kitob. U ko'p o'qirdi, ko'p izlanardi, ko'p rejalar tuzardi. Lekin qalbida baribir notinchlik bor. Bir kecha u kutubxonadan kech qaytdi. Otasi so'radi: "Nega kechikding?" Yigit kutubxonadan chiqib, kechgacha bog'da sayr qilganini va yolg'iz qolganini otasiga va otasidan so'radi: "Otajon, nega shuncha kitob o'qiyman, lekin qalbimda baribir notinchlik bor?" Otasi kulib, unga uzoq tikilib va shunday: "O'tib borar ajib umr karvon. Jon do'stim unutma, amal zamon. Dunyoni tashvishin bir yonga tashla, Qur'onni olginu o'qishni boshla", deya javon to'la kitoblar taraf ishora qildi. Hamma kitob seni aqlli qiladi, ammo Qur'on seni tiriltiradi. Buni keyinga qoldirma, dedi. O'sha kecha bola uxlay olmadi. Raflarga qaradi va sekin qo'lida cho'zdi. Bu gal boshqa kitoblarni emas, Qur'oni Karimni qo'liga oldi. Bugungi kunda dunyoning har 4-chi insoni musulmon. Ya'ni bu chorak qismi. Lekin Qur'on bilan yashaydiganlar nechta?